boshla deganda boshliq singlim yor qaldirg'ochning qanotidek qoshli singlim yor Please welcome Her Excellency Madam Mirziyoyeva. I'm delighted to inform member states that Uzbekistan is ready to host the 43rd session of General Conference in 2025 in the magnificent city of Samarkand. UNESCO minbaridan tashkilotning 43-sessiyasini Samarqandda o'tkazish haqida gapirgan edingiz. Yuragingiz nima degandi o'shanda? Qanchalik ishongan edingiz hammasi amalga oshishiga? Thanking the government of Uzbekistan for its generous invitation to host the 43rd session of the General Conference in Samarkand, Uzbekistan. It is so decided. Очень благодарен, что вы один из инициаторов нашего предложения поддержки Самарканда, проведения такой исторического события в Узбекистане именно в Самарканде. Samarqandimiz bunga munosib. Prezidentimizning ko'plab tashabbuslari madaniy merosni asrab-avaylash, uni targ'ib etish, sivilizatsiyalar o'rtasida muloqotni kuchaytirish. Bu harakatlarni dunyo ko'rib turibdi. Yil ichida birinchi marta konferensiya Parijdan chiqib aynan Samarqandga kelishi bu katta yutuq menimcha. Har tomonlama, xalqaro, mintaqaviy va O'zbekiston uchun ham bu katta yutuq deb bilaman. Главное, чтобы он успел добежать. Bunday tig'iz jadval bilan Odri xonimdan eksklyuziv intervyu yozish qiyin masala bo'ldi. Lekin missiya nihoyat bajarildi. Vaqtimiz juda kam. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous revoir à Samarkand. Merci. UNESCOning sessiyasi aynan shu yerda o'tishi bu qanday mesaj ekanligi haqida so'radik. C'est un moment historique pour l'UNESCO. Ham UNESCO, ham O'zbekiston uchun bu tarixiy voqea. Minglab insonlar madaniyat, ta'lim, ilm haqida gaplashish uchun bu mo'jizaviy shaharda, noyob merosga ega zaminda yig'ilishdi. 40 yil deganda bu tadbirni birinchi marta Parij tashqarisida o'tkazyapmiz. Dunyo muloqot qilyapti bu yerda. Bunga nima imkon berdi? Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'z ishiga bo'lgan sadoqati. Mahoratli komandani mehnat ham juda ahamiyatli bo'ldi va tadbirni yuksak darajada o'tkazishga yordam berdi. Pour rendre cette rencontre possible. Merci pour votre excellente collaboration. Ajoyib hamkorlik uchun rahmat. Félicitations, merci à tous. Merci. Merci. Моя тоже голова администрации, очень серьезный человек. Official touristic friendship of the Republic of Uzbekistan. President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Devices be switched to silent mode. President of General Conference. The President of the Republic of Uzbekistan and the distinguished guest of the 43rd session of the UNESCO General Conference. En Samarkand sizlar bilan birga bo'lishdan xursandman.
muazzam Samarqandga xush kelibsizlar. Hozirgi bo'layotgan voqealar ko'zimni oldidan o'tgandek bo'ldi. O'sha kunlari Abu Rayhon Beruniy merosiga bag'ishlangan ko'rgazma ham tashkil qilgandik UNESCOda. Xuddi ajdodlarimiz ruhi qo'llab-quvvatlagandek edi. Muvaffaqiyatning eng katta omili bu ishonch. Yangi takliflar, tashabbuslar, bu degani oldimizda juda katta ish turibdi. UNESCO bilan ancha loyihalar amalga oshirilgan. Festivallar, ko'rgazmalar, restavratsiya ishlari, boyliklarimizni maxsus ro'yxatlarga kiritish va hokazo. Ish ko'p juda ham. Kecha prezidentimizning tashabbuslaridan biri ayollar bo'yicha edi. Meni yuragimga yaqin masala Xotin-qizlar akademiyasini tashkil etish. Bu menimcha dolzarb va o'z vaqtida aytilgan tashabbus, chunki UNESCO statistikasi bo'yicha ayollar huquqlarini ta'minlashda afsuski tengsizlik hamon saqlanib turibdi. Tasavvur qiling, agar prezidentimizning taklif etganlaridek xotin-qizlar yetakchiligi bo'yicha UNESCO akademiyasi tashkil etilsa, xotin-qizlarning ta'lim, madaniyat va fan sohasidagi global forum o'tkazilsa, dolzarb masalalarni yechilishiga qanday katta hissa bo'lardi. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish, sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada keng qo'llash, media savodxonlikni rivojlantirish, islom madaniyati va ma'rifatini dunyoga tarannum etish, ekologiya masalalari, bularning hammasi ertangi kunga qaratilgan g'oyalar. Har bitta tashabbusning tagida zamin bor. Prezidentimiz o'ylab bu tashabbuslarni ilgari surdilar. Ish ko'p xullas. Juda xursand bo'ldilar. Men uchun bu eng ulug', eng katta baxt. Prezidentimiz juda e'tiborli odamlar, har bitta detalga ahamiyat beradilar. Umuman hamma narsa a'lo darajada bo'lishi kerak. O'shanda prezidentimiz agar bitta kulib qo'ysalar, bo'ldi. Bundan boshqa yuksak e'tirof bo'lishi mumkin emas. Bitta shu kulgulari komandamiz bilan, "Oh, Xudoga shukr, kulib qo'ydilar bizga" deb xursand bo'lib o'tirdik. Ерлан Танабаевич aytdilarki, барометр успеха и удачи реформ в глазах людей. Глаза людей стали счастливее. Bu mening gapim emas, shu mehmonlarimizning gapi. Odamlarning ko'zlaridan ko'rinib turibdi baxt. Впервые за 40 лет вне Парижа генеральная конференция проходит. Это большое событие, конечно, в первую очередь для Узбекистана, но это большое событие для Центральной Азии. Я уверен, что это событие будет способствовать еще большему узнаванию нашего региона, росту авторитета нашего региона во всем мире. Поэтому Узбекистан сейчас делает большой вклад, в принципе, в целом развитие всего региона, и проведение данного мероприятия здесь, в Самарканде, это большое, действительно большое, без привлечения, историческое событие. Odamlar bilan uchrashyapman, prezidentlar bilan uchrashyapman. Slovakiyaning prezidenti bilan uchrashdim. Voy, rahmat, shunaqa ajoyib Samarqand, shunaqa konferensiya zo'r o'tyapti. Tinmasdan gapirib yotdik hamma. Samarqand munosib shunaqa kunlarga. Спасибо, bye-bye. Des choses
konsertdan oldin musiqa olamining afsonasidan intervyu yozish harakati. Mayli, xalaqit qilmay o'tiraylik. Konsertdan keyin Saida opa. Xo'p, opa ham. Владимир Теодорович, ваше исполнение — это всегда такая магия. Слушать вас вживую — большая удача и редкость в то же время. У вас такой загруженный в моем график. возрасте уже никто не играет на скрипке. Ну, вы волшебник. И Самарканд вас очень любит, и вы... Меня вообще Узбекистан любит, и я люблю Узбекистан. Это взаимная любовь, долгая, на протяжении всей жизни. Я никогда не изменял Узбекистану, и Узбекистан никогда не изменял мне. Так что мы будем видеться. Мы вас очень любим. Спасибо, что вы с нами в дни такого события. Да, спасибо большое. Спасибо огромное. Первый раз в регионе и первый раз за пределом Европы и ЮНЕСКО. Это я знаю, что это такое, это нелегко. Еще раз поздравляю вас. Спасибо большое. Спасибо. Рахмат. And thank you so very much for a beautiful dinner yesterday. Oh, thank you. It was great. Thank you. I hope you the enjoyed food, the music, and a cultural immersion. Yes. Огромная заслуга нашего президента. За всем стоит его инициатива. Насколько глобально он мыслит, насколько каждому мероприятию он подходит скрупулезно и сколько он вдохновляет нас новой энергией для того, чтобы мы имели абсолютно диаметрально разные проекты, то есть в разном направлении. Thank you. Rahmat. Siz Samarqandga hozir ishchi tashrif bilan ham kelgansiz. Bir qator yangi ekspozitsiyalarni ko'rdingiz. Menimcha o'tgan safar kelganingizda bergan topshiriqlaringiz natijasi o'sha ekspozitsiyalar. Lekin ish ko'p hali. Har bitta muvaffaqiyatli ishning orqasida va tagida katta mehnat turadi. Mashaqqatli mehnat. Insonni hamma narsa qo'ldan keladi. Alloh shunaqa bizga yaratib qo'yganki, to'rtmuchalik sog' bo'lsa, nimaga xizmat qilmaysiz, nimaga ishlamaysiz, nimaga o'zingizga mas'uliyat olmaysiz? Hali rejalarimiz juda ham ko'p. Go'rimirdan boshlab Registon, Shohizinda piyodalar uchun yagona turistik marshrut qilmoqchimiz. Buxoroda qildik-ku buni Biennale bilan. Samarqandning asosiy me'moriy yodgorliklaridan Ulug'bek madrasasi, Tillaqoriy madrasasi va Go'rimir maqbarasida doimiy muzey ekspozitsiyalarini yangilash bo'yicha ishlar yakunlandi. Maqsad bu buyuk inshootlarning tarixiy va madaniy merosini zamonaviy va chuqur tarzda ochib berish edi. Bu yodgorliklar Temuriylar davrini, fan, me'morchilik va ma'rifat gullab yashnagan davrini aks ettiradi. Restavratsiya ishlari amalga oshirildi, lekin ish ko'p hali. Endi boshlandi restavratsiya ishlari. Hali bosqichma-bosqich restavratsiyani butun Registonda restavratsiya qilamiz. Har bir detalda asllikni saqlashga e'tibor qaratilyapti. Peshtoqlarni o'z holiga qaytardik. Ustunlar eskicha o'zini asl holatiga qaytarildi xullas. Va o'shalarning orasida ekspozitsiyalar qildik. Ekspozitsiya zamonaviy texnologiyalar yordamida yaratilgan uskunalarni Germaniyadan olib keldik. Ekspozitsiyani fransuz kompaniya yordamida tashkillashtirdik. Muzeylarimizni raqamlashtirishimiz kerak, arxivlarimizni raqamlashtirishimiz. Boshlangan bu ishlar, jarayonlar, lekin ish ko'p. Endi boshlayapmiz-da. Bundan oldin avval nima ishlar bo'lgan, endi qancha narsalarimiz chiqib ketgan. Ajdodlarimizni oldida bizning mas'uliyatimiz juda katta. Chunki ular bizga noyob madaniyat tashlab ketishgan, noyob meros tashlab ketishgan. Biz buni asrab avaylashimiz zarur menimcha, kelajak avlod uchun. Тимур человек, который
устроил ренессанс в мире. 20 или 30 лет до итальянского. Это гордость и для Узбекистана, и для всего мира. Спасибо. Спасибо вам. Президент. Алло. Dadajon, ko'rishdi. Bo'ldi, Toshkentga ketishimiz kerak. Hozir ham mana Samarqanddan Toshkentda jadval tayyor. Nima qilish kerak? Finlyandiya prezidenti tashrif buyurganlar. Ular bilan uchrashish kerak. Ular bilan rejalar ko'p. Ta'lim masalasi bo'yicha ular bilan ko'p ish qilish mumkin. Chunki muvaffaqiyatli tajriba ularda. Shunga ishlarni o'rganamiz, shular bilan ishlaymiz. Ish ko'p xullas. Ayolni missiyasi oson emas. Hamma narsani ulgurish qiyin. Shaxsan menga qandaydir ilohiy kuch, energiya beradi. Prezidentimizning oldlarida bo'lib yordam bersam, qilayotgan ishlarim real foyda bersa, farzandlarim vatanimizga munosib inson bo'lib katta bo'lishsa, shunda o'zimni baxtli his etaman. Men o'zimning bolalarimga ham namuna bo'lib yashashni xohlardim va yashayman ham. Namuna bo'lib ko'rishsin. Menimcha eng katta tarbiya shu, eng kuchli tarbiya. Namuna bo'lib yashash. Mana ota-onamga xizmat qilish, vatanimga xizmat qilish bu men uchun missiya va shu bilan yashash men uchun baxt. Shu jarayon men uchun baxt. Assalomu alaykum. Yaxshi etib oling.